Agarda sizda quyidagi sifatlar mavjud bo'lsa, siz muvaffaqiyatlisiz yoki tez orada muvaffaqiyatga erishasiz. Birinchidan, atrof muhitingizdagi odamlarni sizga berayotgan sifati, bahosi sizni xijolat qilmaydi. Ikkinchi, siz o'z tanlagan yo'lingizdan olg'a va shaxdan yurib boryapsiz, atrofdagilarning fikriga e'tibor bermasdan. Uchinchi, atrofingizdagi odamlarni siz muhokama qilmaysiz va ularning muhokamasiga siz e'tibor bermaysiz. To'rtinchidan, siz eng aqlli yoki eng dono odam bo'lmasangiz ham o'z maqsadlaringizga yetishishingizga albatta ishonasiz. Beshinchidan, atrof muhitingizdagi insonlarda sizning xatti-harakatlaringizni qaytarilayotganini sezasiz. Kopirovka. Oltinchi, yakunisi, siz avvalgidek har bir jarayonga jiddiylik, напряжение bilan emas, juda xotirjamlik, samimiylik bilan, eng muhimi bir qandaydir qiziqarli, ajoyib o'yinning oxiriga yetayotgandek qadam bosasiz. Bu kayfiyat sizga zavq beradi. Demak, mana shu belgilar qaysi do'stlaringizda mavjud bo'lsa, izohlar